Türmedeki yazgıçı Ferhat Tursun Şivsiye Qalamkeşler Cemiyeti tarafidan mukofotlandı. Öz xabarimiz. Şivsiye Qalamkeşler Cemiyeti tarafidan 2022 yıllık Toşolski mukofoti Türmedeki Uyghur yazgıçı ve şair Ferhat Tursun'a berildi. 11 ayın 15 günü Türmedeki yazgıçlar xatırı günüde Şivsiye Qalamkeşler Cemiyeti Stockholm'daki Sevin Hari Sanat Muzeyi'da mukofotni taqdim qilish murosimi o'tkazdi. Murasimada so'zga chiqqan Shvetsiya qalamkashlar jamiyati turmadagi yozuvchilar komitetining muavin boshlig'i Federik Feliman Ferhat Tursunning tarjimonini tunishtirdi. Undan keyin Ferhat Tursunning Tarim daryosi va Raqiblar nomli she'rlari Uyg'ur va shved tillarida o'qib o'tilgandan sirt, yangidan ingliz tiliga tarjima qilingan Arxa ko'cha nomli romandan parchalar o'qib o'tildi. Romandaki parçanı Şivsiyadaki ataklı kino artisti Lena Edri o'qib o'tdi. Murosimada so'zga chiqqan Shvetsiyaning yangi madaniyat ministri Parisa Lilistrand Ferhat Tursunning ismini tilga olib, so'z va fikr erkinligining insoniyat uchun naqadar muhimligini ta'kidladi. U Shvetsiya qalamkashlar jamiyatiga vakolatan mukofot guvohnomasini Ferhat Tursunga taqdim qilganligini e'lon qilib, guvohnomani Ferhat Tursunning o'rni qilib bekitilgan o'rindiqning ustiga qo'yib qo'ydi. Toshilski mukofoti Germaniyalik yozuvchi Kurt Toshilskini xotirlash uchun ta'sis qilingan mukofot bo'lib, Shvetsiya qalamkashlar jamiyati tomonidan 1985 yildan beri asarlari sababidan tahdid uchragan, turmalarga tashlangan va sargardon bo'lishga boshlagan yozuvchi, shoir va muxbirlarga berilib kelmoqda. Bu faoliyatga Shvetsiyada faoliyat qilayotgan Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtnur Xodim boshchiligidagi bir qism idora hay'at a'zolari hamda Shvetsiyadagi Uyg'urlarmi qatnashdi. Ziyoratimizni qabul qilgan Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtnur Xonim turmadagi yozuvchimiz Ferhat Tursunning Shvetsiya qalamkashlar jamiyati tomonidan mukofotlanishiga to'xtalib, mundaq dedi. Svenska PEN, yani Devletlik Yazıcılar Cemiyeti ve Svenska PEN'ninki uğurlaştırılışıda bir çoğun murasim ötkazildi. Bu murasim Ferhat Tursun efendimge mukofot taqdish murosimi bo'lib, Shvetsiya Devletlik Kultur Ministeri Parisa Xonim o'zi mukofotni o'z qo'li bilan shu Ferhat Tursun efendimga atalgan o'rindiqqa, bo'sh o'rindiqqa o'z qo'li bilan qo'ydi. Ham intayin ta'sirli nutq so'zlab berdi. Ya'ni erkinlikka bo'g'ilgan ovozni sirtqa chiqarmayotgan yozuvchilarningki ovozi bo'lib, Ferhat Tursun efendimningki shu kitobininki inglizcha va boshqa tillarga, hatto shvedchaga tarjima qilinganligini, bu mukofotni hurlik uchun ovoz chiqargan, qalam tebratgan yozuvchi Ferhat Tursun efendimga berganligini aytimi ta'sirli jakolati. Aqadan yana Svenska PEN'ning boshlig'i Jesper efendim so'zladi. Bu faoliyatning ahamiyati to'g'risidan. Andan yana turmadagi yozuvchilarni qutuldirish komiteti bor Shvetsiya Svenska PEN'da. Rahbari yani doktor Fredrik Feliman efendimmi nayt ta'sirli ahamiyatli nutq so'zladi. Yani Ferhat Tursun efendimningki o'qish hayoti, tadqiqot temasi, yurt otish va xizmat o'rni Urumchi bo'lganligi, nurg'un tadqiqotlarni, ahamiyatli asarlarni vujudga keltirganligi, kitoblarningki har xil tillarga tarjima qilishga boshlanganligini aytib o'tdi. Andan Uyg'ur yozuvchimiz Muhammad Abdushukur Muhammad Komdir efendim Ferhat Tursun efendimningki davrdosh ham saboqdosh do'stlik tarixini eslatib o'tdi. Ferhat efendimningki asarlaridan Tarim daryosi va Raqiblar nomli ikki she'rini Uyg'urcha deklamatsiya qilib berdi. Ya'ni Lena deb bir mashhur film
Çolpanı ba, o hanım Şevetçe tercümesini okup öttü. Bu Lena Hanım'ı Şvetsiyada naydımı göz görüngen kino Çolpanı hem gold paket yani altın mukafat algan öz vaqtida yana bu marosimga Şestin qatarlıq şu marosimni o'rlashtiruvchi mashhur shaxslar qatnashdi. Ondan yana dağınlıq bir ayol yazğıcı ba Elizabeth deb bir qancha kitoblarni yozgan xonim oldingi shilnasi Nobel adabiyot mukofotininki xotirlash kunida o'zining 7 yillik ajr qilib yozgan kitobini taqdim qilgan edi menga. Bu tuninki faoliyatim nihoyatda ta'sirlik, umidlik so'zlarni so'zladi. Faoliyat intayin yuqori kayfiyatda nihoyatda ta'sirlik o'tdi. Nurg'un jurnalistlar, yozuvchilar, tadqiqotchilar, musiqashunoslar va faoliyatda biz Uyg'ur qarindoshlarimizning nurg'unlar tashkillanib o'zlarini ma'lum qilib bu faoliyatga qatnashdi. Faoliyat intayin ahamiyatli bo'ldi. Biz to'liq hayajon va ta'sir ko'z yoshlar ta'sirat ichida faoliyatni oxirlashtirdik. I det fria samhället. Tack så hemskt mycket, kulturminister Parisa.